جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. Assalomu alaykum. Uka yaxshimisan? Va alaykum assalom. Bu suvni qayerdan olib kelding? Uzoq joydan. Nima uchun uzoq joydan suv olib kelding? Mahallaga suv yo'qmi? Quduq Yo'q, yo'qmi? bu mahallaga suv yo'q, masjidda. Xo'p. Biz Imom Buxoriy vaqfi tomonidan vakil bo'lib keldik, sizlarga bir quduq qurib beramiz. Inshaalloh bundan keyin hojat emaski, siz uzoqdan borib suv toshib kelsangiz. Xo'pmi? Alloh ajrasin. إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتبى أمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة O'rta Osiyo musulmon birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun yana yangi videomizga biz Afg'oniston Zamchiobod mahallasiga 29-quduqda qurdik. Alhamdulillah, Allohning fazli bilan, keyin sizlarning yordamlaringiz bilan xos Shuhrat birodarimiz tarafidan vakil bo'lib bu quduqda qurdik. Alloh ajrlarini bersin. Oldingi bizlar kelib ko'rdik bu mahallani qanaqa yashashini, qancha qiyinchiliklar bilan, suvsizlik bilan yashab turgan ekanlar. Bu mahallaga suv ham yo'q. Bu quduqni bizlar quyosh bilan chiqarayotgan qilib qurdik. Alloh ajrlarini bersin birodarlarimizga. Bularni suv toshiyotgan mahallasidan ko'rdik, eng uzoqlardan suv toshib kelayotgan. Videoga inshaalloh bizlar olib borishni ko'rasizlar. Boz hamina Alloh ajrlaringizni bersin. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو